Hello do'stlar, bugun sizlar bilan bitta kartada ikkita qishloq topishni o'rgataman. Mana qishloqning kodini aytaman. Hozir mana -13 79 11 21. Mana yozamiz 3 2 1. Mana do'stlar, qishloq deysizmi? Qishloq. Mana do'stlar, qishloq. Mana sizlarga qishloq kerakmi? Mana qishloq. Va yana bittasini ko'rsataman. Albatta mana shu yerga ketaveramiz. Hozir chiqib qoladi. Do'stlar, hozir yuramiz, yana yuramiz. Voy, nega qutuq bo'lishi kerak edi-yu. Ha, mana shu yerda hozir mana ketaveramiz. Mana do'stlar, mana kalle zo'rmi? Mana bu yerda ko'rinsa ham bor ekan. Nima borligini o'zinglar ko'rib olinglar. Yana bitta qishloq yo'qmikan? Buni qidirib ko'raychi. Ay, yo'qligiga aminman do'stlar. Do'stlar, videoga like bosing, kanalga. Voy, nima? Voy do'stlar, yana bitta qishloq. Voy do'stlar, nima bu? Bak bo'ldi. Yer do'stlar. Voy, judayam zo'r. Nimaga bak? Voy. Ya, apparatlarga qarang. Voy. Ya. Mana do'stlar, yana qidirsangiz bordir. 4 ta qishloq bu yerda ko'rinsa ham bor ekan. Xayr deb qolaman. Ana u yerdagi sabzilarni xayr do'stlar, videoga like bosing, xayr deb mana yana ko'rishguncha.